Assalomu alaykum. Obunachilarimiz, azizlarimiz 2026-yil 29 mart haftaning bozor günü Xorazm Pitnak parranda bozorindamiz. Jujalarimiz necha so'm bo'ldi? 8 mingdan. 8 ming so'mdan. Brahma bilan chachishga oyoq betni qilyapman. Brahma bilan chachishgan jujalarimiz. Necha kunlik? 3 kunlik. 3 kunlik jujalarimiz. Jujani kerak bo'ladi. Necha kunlik juja bu? 3 kunlik. Uyda bormaymi? Ha. Nomer qoldirasizlarmi? Ha. Ayting. 97dan 97 517 517 40 71. 40 71. Uynida Turibada barcha mintaqaning arkasi. Dujbadan ekan, savdolarni bersin. G'ozni necha so'm? Assalomu alaykum. Hozir 400 bo'ldi. Yaxshimisiz? Nasib bo'lsin. 400 ming so'mdan bo'ldi g'ozimiz. Induklaning. Induklar 450. Indukimiz 450 ming so'm. 7,5 kilo chiqadi. Bir vazni 7,5 kilo chiqadi ekan. O'rdek O'rdakladi 190 berib o'tiribmiz. 100 ming so'm aytilishi 90 ming so'mdan berilib turibdi ekan. Yine cüceler 27'den. Endican kara cüceleri bular. Endi jonisi qora jujalarimiz 27 dan ming. Hava. 27 ming so'mdan bo'ldi. Argın at. Bular oylikdan o'tgan haq bilan. 2 aylık. 2 oylik ekan jujalarimiz. 20 ördek cüceler 20'den. Hava. O'rdek jujalarimiz 20 ming so'mdan ekan. Indushga o'xshaydi bular. Hava. Ne yok hibrit bular hibrit. Hibridmi? Bu jujalar necha so'm? 26'dan bular. 26 ming so'mdan Pifik to'g'ri. degen 6 ayda doğadı bular. Yemlenip pirip gelen alıngan. Bo'ldi. Nomerlarni aytib Ördeklerini bering. 90 verdim. Nomerlarni aytib bering. 94'ten. 94 dan 062. 062 0331. 0331 uylari Pitnak qala savdolarni bersin deymiz. Necha so'm bo'ldi xo'raza? 250. Indukam 250. Mekan indukman. Tamam. Mekanning indukimiz 250 ming so'm, xo'razimiz ham 250 ming so'm ekan. Savdolarni bersin. Induk necha so'm bo'ldi? 350 ming so'm ekan induklarimiz. Xo'razdan necha so'm xo'razda? 120 ming so'mdan ekan xo'razlarimiz. Savdolarni bersin. Xo'raz necha so'm? 200 ming so'm bo'ldi xo'razlarimiz. Assalomu alaykum. Amasana sog'ligingiz yaxshimi? Necha so'mdan bo'ldi xo'razlar? Xo'razlar 130, 120 kelishib bertiribmiz. 120 130 ming so'm ekan xo'razlarimiz. Tovuqlarimiz boylar. Tovuqlar Baqladan necha so'm? zotli tovuqlar, qap-qara ham bor. Evet. Bola necha so'mdan? Bana şu 130, 120 beremiz. 130 ming so'm aytilishi 120 ming so'm beriladi ekan. Yer bakar ki tavuklar. Shuni. O'rdaklarning. Ördekler 150 gelişip beremiz. Erkek işte. Xo'raz o'rdaklarimiz 150 ming so'm kelishiladi ekan. Bundayla kasak tavuklar ham bor. Qasak tovuqlar necha so'm? 100 deb 80-90 bertiribmiz. 100 ming so'm aytirish. 100 ming so'm aytilishi 90-80 ming so'mdan beriladi. Ha, cüce xo'razlar bor 70'den, 80'den. Bo'ldi, nomerlarni aytib o'ting. Nomer 99 99 dan 502 502 63 39. 63 39 uylari Dujbadan Durba savdolarni Banisa. bersin. Jujalar kim kelgan bular? Cüceler 26-25 berib o'tibdilar. 26 ming so'm, 25 ming so'm ekan jujalarimiz. Endi janiski juja men ya mislima bular nishki Biz juja. inabuzu ya petliden, inabuzu oddiyden. İyisi bir pomidor ne çalaman dedim ben şöyle git. Savdolarni bersin. Induklar necha so'mdan bo'ldi? 250'den. 250 ming so'mdan eng. Savdolarni bersin. Induk necha so'm bo'ldi induk? 370 ming so'm bo'ldi xo'raz indukimiz. Induk necha so'm bo'ldi? Assalomu alaykum. 370 ming so'm bo'ldi indukimiz. O'rdaklar necha so'm? 200 ming so'm ekan o'rdaklarimiz. Indukning 250 ming so'mdan ekan o'rdak. Indukimiz. Bu induk necha so'm? 400 ming so'm ekan.
Tuya xorazm necha so'm bu? Necha dedi bunu? 250 250 ming so'mga xorazm, tuya xorazm. Xorazm necha so'm bu? 150 ming so'mdan keyin xorazmimiz. Xorazm necha so'mdan? 160 ming so'mdan ekan bu xorazlarimiz. Induklarning 400 ming so'mdan ekan induklarimiz. Mekanlar necha so'm? 280 ming so'm ekan mekan induklarimiz. Bu induklar necha so'm? Necha so'm bo'ldi xorazm? 150 dan. 150 ming so'mdan bo'ldi xorazlarimiz. Bu necha so'm bu xoraz? 200 ming so'm ekan. Biramanmi bu? Savdan azizlar deymiz. Cüceler necha so'mdan bo'ldi? Assalomu alaykum. 24 ming so'mdan cücelerimiz. Bir yarım oylik mang bilan 2 oylik bular. 2 oylik bo'la keldi bu. Sergem 2 oylik bo'lgan cücelerimiz. 2 oylik bo'la keldi. Ular ham sizlarga qarang. Ular necha so'mdan? 24 ming so'mdan ekan bular ham. O'zimizning misni to'qolana bular. Misni ton cücelari. Nomeram qoldirasizmi? Telefon nomeri qoldirasizmi? Men amal beraman ben. Bo'ldi. Bo'ldi nomerlar 99 dan 620 620 81 69. 81 69 ha. Uynida? Uy Bagat'ta bakamız neydi? Muhammonda. Uy Muhammad, Hazars Muhammad. Sog'lig'ingiz bo'lsin. Har xil pullardan bor ekan. Qani bu cüceler necha so'mdan bor? 25-24'lerde. 25 ming so'm aytsa 24 ming so'mdan berib turibdi ekan cücelerimiz. Kafalarımız 7,5'lerinde. Kichkina cücelerimiz 7,5 ming so'mdan beribdi. O'zimizning Mesni. Messi. Necha kunlik? 3 günlük. 3 kunlik bo'lgan cücelerimiz. Nomer qoldirasizmi yo cüceler uchun boshqa bormi deyman. Nomer qoldirasizmi? 88 dan 033 11 60 uynidan ne Şeyh savdolanadi bersin. Qancha so'mdan bo'ldi bu induk? Induklar 250. Induklarimiz 250, xorazlar 180 bular. xorazlarimiz 180 dan Buramala 180. 100'den bu, 150'den bu. kattalik ikisine qarabang. 100 ming so'mlik, 150 ming so'mlik bor ekan. Ama gelişip beraberimiz. Neçeden? 100'den 150 yedim bu metre. 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bo'lgan xorazlarimiz. Alloh yaxshi ko'rsin.